Men agar biron bir dard bilan og'riydigan bo'lsam, eng avvalo tabiiy yo'l bilan davolanishga harakat qilaman. Yaqinda men Murod Shifo klinikasi faoliyati bilan tanishdim. Ushbu klinika qariyb 40 yildan buyon 700 xil tabiiy giyohlar bilan davolash usulini yo'lga qo'ygan. Murod Shifo klinikasi Namangan viloyatida tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda Surxondaryo va Xorazm viloyatlarida ham o'z ish faoliyatlarini olib borishyapti. Murod Shifo har dardga davo. Agar sizni jigar, yurak, o'pka va buyrak xastaligi, umurtqa pog'onasi kasalligi, umumiy saraton kasalligi, qon bosimi, bo'g'im kasalligi, jinsiy zaiflik va bepushtlik, gepatit kabi kasalliklar bezovta qilsa, Murod Shifo klinikasiga murojaat qiling va tabiiy yo'l bilan o'z dardingizga shifo toping.